Demak, o'quvchilar, RNK va DNKga doir yana bir yaxshi masalani tahlil qilamiz. Masala sharti bunaqa bo'lyapti. Informatsion RNK zanjirida informatsion zanjirida 80 ta uratsil bor. Shu RNK zanjiridan teskari transkripsiyalangan DNKning bir zanjiridagi sitozinlar soni, demak, RNKdagi uratsillar sonidan 2,5 marta ko'p. Demak, masala sharti shunday bo'lyaptiki, RNKda 80 ta uratsil bor. O'shandan teskari transkripsiya bo'lib DNK sintezlangan. Transkripsiya degani DNK qo'sh zanjiridan informatsion RNKni sintez bo'lishi. Teskari transkripsiya degani bir zanjirli RNKdan qo'sh zanjirli DNK sintez bo'lishi. Demak, RNKdan DNK sintezlaymiz, bir ipli RNKdan informatsion RNKdan ikki ipli DNK sintezlaymiz. Masalan, shunday bo'lyaptiki, informatsion RNKning bitta ipida 80 ta uratsil bor. Undan sintezlangan DNKning birinchi ipida sitozinlar o'sha uratsillar sonidan 2,5 marta ko'p. Demak, 82,5 ko'paytiramiz. Guaninlar 2,5 marta kam 82,5 ga bo'lamiz. Guaninlar sonini beradi. DNKning shu zanjirdagi timinlar esa guanin sitozinlarning o'rta arifmetik qiymatiga teng. Demak, qo'shib 2 ga bo'lamiz, uni sonini beradi. 4-chisini keyin topsa bo'ladi. DNK molekulasidagi vodorod bog'lar sonini toping debdi. Demak, aytilgan shartlarni bajarib boramiz. Tartib bo'yicha informatsion RNK ma'lum narsalar nimalar? Ma'lum narsalar uratsilni 80 taligi. Undan sintezlanibdi qo'sh zanjirli DNK, teskari transkripsiya degan shu narsa. Va bilasiz, uratsilga nima komplementar? Masalan, uratsil DNKdagi timin o'rniga keladi. Timinga nima? Adenin. Uratsilga adenin komplementar. Keyin DNKda bilasiz, guanin bo'ladi, sitozin bo'ladi, timin bo'ladi. 4 xil nukleat bo'ladi DNKda. Adenin, guanin, sitozin, timin bo'ladi. RNKda esa timin o'rniga uratsil bo'ladi-yu, guanin, sitozin, adenin bo'ladi. Keyin nima deyapti? O'sha informatsion RNKdagi 80 ta uratsil bordi, DNKni sintezlangan 2 ip. Keyin aytibdiki, o'sha DNKning birinchi ipida uratsilga nisbatan 2,5 marta ko'p, masalan, sitozin bor. Demak, 80 ni ko'paytiraman 2,5 ga, chiqsa kerak 200. Adashmasam 160 miqdori. 200 ta deylik nima? Sitozinlar. Demak, men sitozinga 200 qo'yishga haqqim bor hozir. Sitozin 200 ta ekan, birinchi ipida DNKning ikkita ipi bor. Mana shu birinchi ip, bunisini ikkinchi ip deb qabul qilaylik. Xo'p, sitozinlar 2,5 marta ko'p ekan, guaninlar 2,5 marta kam ekan. Demak, 80 taqsim 2,5 bo'ladi endi. Ikki son chiqish kerak. 32 ta deylik. Bu endi guaninlar bo'ladi. Birinchi sitozin bo'lsa, guaninlar soni guanin. Demak, guaninga kelib 32 ta qo'shishga haqqimiz bor. Bu aniq. Keyin timin. Guanin plus sitozinni deyapti. O'rta arifmetik qiymatiga teng. DNKning yuzlardagi timin miqdori unda guanin sitozin nukleotidlar miqdorining o'rtachasiga teng. O'rtacha, masalan, guanin nechta edi? 200 ta edi. Sitozin nechta edi? 32 ta edi. Endi o'rtachani topishga 2 bo'lamiz. Chunki 2 xil nukleotid 232 bo'linsa 116 ta kerak. 116 ta deylik timin. Keltirib timinning joyiga necha qo'yaman? 116. Endi mana bu adenin soni uratsilga ochib beradi. Uratsilga adenin komplement bu 80 ta bo'lsa 80 ta bo'ladi. Keyin adeninga bu yoqda nima komplementar? Adeninga timin bu ham 80 ta, guaninga sitozin bu endi 32 ta. Sitozinga guanin bu endi 200. Timinga adenin bu 116. Endi nima so'rayman? DNK kompleksida vodorod bog'lar sonini toping, bo'ldi. Adenin timin o'rtasida 2 ta, guanin sitozin o'rtasida 3 ta, sitozin guanin 3 ta, 2 ta. Demak, 116 ko'paygan. Yoki adenin timin juftligini yig'ilsin topaylik. Masalan, bu yoqda adenin nechta? 116 ta. Bu yoqda nechta? 80 ta. Xullas, adeninlar sonini topaylik. 100 necha bo'ladi? 176, 196. Adenin shuncha. Demak, adenin nechta bo'lsa, timin ham shuncha bo'ladi baribir. Keyin guaninchi. Guaninlar soni 32 ta bunda. Bu yoqda 200 ta. Qo'ysa necha bo'ladi? 232 ta guanin bo'ladi. Demak, sherigi sitozin ham 232 bo'ladi. Demak, adeninlar va timinlar sonini 196 juft, 196 ni ko'paytiramiz 2 ga plus adenin timin orasida vodorod bog'ini beradi. 232 ni ko'paytiramiz 3 ga. Bu guanin sitozin orasida vodorod bog'ini beradi. Va shuni so'ragan. Xo'p, 232 kira 3 696 ta kerak. 696 ga deylik 400 dan 8 kam. 392 ni qo'shish kerak. Qo'shingchi. 392 ga qo'shamiz. 392 ga
1088. Qo'shing deylik 696 ni 1000 necha? 1088. Bir joyda turibdi deylik. 1088 ta jami vodorod bor.